bor. Assalomu alaykum. Qo'qon shahar Yangi bozor Pinkeston egasini video obzor qilyapmiz. Turbaloli so'ragan akalarimizga turbalolilarimizdan yana chiqdi. 2 dona qoldi turbaloli traktorimizdan. Xo'p, narxlari nimaga o'zgardi? 27 millionlikdan degan akalarimizga mana tushuntirib o'tamiz. Insholari tepaga o'tgan, original insho qo'yilgan. Silindrlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Bartavoylik. Frezalarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Bartavoyli freza. Eski 27 millionlik traktorimizdan emas bunimiz. Plyuylari 2 korpuslik, kluch nabori, yana kluch nabori, pritsepnoy o'zida turibdi. Sedenalari mana borib kelgan variantda. Sedenalari oldi orqaga siljiydi. Rullari o'sha gidravlika, ramalari uzunlashgan, akkumulyatorlari kattalashgan, katta akkumulyatorlar qo'yilgan. Akkumulyator zaryad qilganlari qo'yilgan bunimizga. Narxlari 30 million so'm. Hozirgi kunda narxlari 30 million so'm. Skorlari shu 6 ta skorli bo'ladi. Qiyoncha bistrasi bor. Rechagi ham bor bunimizda. Ana rechaklarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Joyida aylantirsa bo'ladi. Rechaklar qo'yilgan. Oldingi 27 millionligimizda buni rechaklar yo'q edi. Korobkalari katta korobka. Narxlari 30 million so'm. Kompleksda shu 2 korpusli plyugi, bartavoyli frezasi. Ko'rishingiz mumkin. Bartavoyli frezasi. Silindrlari. Narxlari 30 million so'm. Mana o'tatib, mana ko'rsatib beramiz. Bunasi. Ha? Minib o'tatib yurg'izdirib beramiz. Oltita skorisi bor. Tormozlari joyida o'xshaydi. Dag'da ham bitta tormoz bering. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, shu telefon raqamlarimizni qo'yib telefoningizni mumkin. Mana tormozlari shu holati. Tormoz! Bu sinitsa so'raganlarga bu sinitsalarimiz bor. 680 dollardan qilib beramiz. Bu sinitsalarimizni 680 dollardan qilib beramiz. Sadakalik 170 motor.